biz mana yetib keldik Dubayga. Hozir aeroportdan chiqib hozir nimalarni olamiz bagajlarni. Aeroportun içinde ham 1 soat yurdi o'zi ham. Bagaj olguncha. Voy, mana o'zi ochyapti. Mana buni xotir bo'lmasa mana buni qilib qilaydi-da. Haqqini olib tashlab. Fast fashionda bugun bitruvga tayyorgarlik. Demak, hozir bitruvga tayyorgarlikni boshlaymiz qizlar. Faqat hayajonlanmasdan shuncha oy, 2 oygina-da, lekin qanaqa mehnat qilganimizni men bilan o'zingizlar bilib turibsizlar. Uydagilar ham, xo'jayininglar, oyijoninglar, opa-singlaringlar hamma bilib turibdi. O'shaning uchun shu qiyinchilikni bir lahzada sizlar ko'rsatib bilishinglar kerak. Ya'ni chiqdinglar, tezgina chiqib keting emas, shu yerda ko'proq turib o'zinglarni ko'rsatinglar. Sahnaga chiqqan odamga motivatsiya bo'ladi. Nima bersangiz, bersangiz bo'ldi, siz hozir. Vaqt bilim olib ketyapmiz. To'ppa-to'g'ri gapingiz. U diplomda emas, sertifikat. Men oling nima Bolajonlar bilan mahallamizga keldik. Yangi uchastkamizni mahallasi mana masjidda. Ipodrom yaqin peshqom chiqsa bo'ladi. Ana lokatsiyani ham aytib qo'ydik. Ovqatlanib olishar ekan bolalar. Xo'p jonim bolam, xo'p.